Assalamualaikum aziz qarindoshlar. Darsxonamizga ko'pincha qarindoshlar kiramaganligi uchun mazkur darsni ishlashga majbur bo'lib qoldik. Oldi bilan alma kompyuterni so'zlaylik. Bu qo'chilash programmasi, ya'ni darsga kirish programmasini men tushirish adresini ta'minlayman. Uni kompyuterga tushirib olgandan keyin qo'sh chekib ochgandan keyin mana ochildi buni. Qo'sh chekib ichilib openni bosgandan keyin mana chiqadi-chu. Chiqqan vaqtda biz buni xatoni besaytgandan keyin bu yerga biz ta'minlamoqchi bo'lgan, ya'ni biz ta'minlaydigan sinfning ID nomerini deb birma to'pga yo'llaymiz. To'pdan qilsanglar bo'ldi yoki muqim ID qilsak bo'ladi, lekin sinov darsga o'xshamaydigan ID ishlatamiz. Biz bo'lgandan keyin joinni bosamiz. Bassak bu yerdan ism va email deb talab qildi. Bu yerdan hozir kiryapti. Bu detal qo'chilanib bo'lgan vaqtda bu yerdan ko'rinadi. Bu yerdanmi ko'rinish kerak mana. Bu yerdan bevasi ichib bilan ID basayını ko'ramiz. Hozir darsxonaga kirdik mana. Ders o'tadigan kompyuterni ko'ryapsizlar, ko'rganinglardek